Odam o'lgandan keyingi 24 soatda badanda zodi qanday o'zgarishlar yuz berdi? Yurak berib meni qaytib olib davomini anglang. Yurak so'qishdan to'xtagan shu daqiqada cho'ng miya va metabolizm sistemasi xizmatdan uzil-kesil to'xtaydi. Lekin bu chaqdagi miya hujayralarida yana ba'zi ong qoldiqlar qilg'achqa siz urug' tuqqanlaringizning azobli yig'isini anglay olasiz. Ammo hech qanday amal qila olmaysiz. Buning bilan birga qisqa vaqt ichida shu qoldiq ongni yo'qolib ketadi. Yurak so'qishdan to'xtab 10 minutdan keyin badan temperaturasi jiddiy tuvallab, badandagi hujayralar oksigen yetishmasligi sababidan asta-asta o'ladi. Ig'irlik kuchining ta'sirida qon badanning eng tuvan qismiga uzluksiz uyushishga boshlab, teri barbara tatirib ketadi. Yarim soatdan keyin qon eng tuvan nuqtada uyushib, terida qaramto'l binafsha ranglik dog'larni paydo qiladi. 1 soatdan keyin butun badandagi qon tomirlar aylanishdan to'xtaydi. Badandagi har qaysi bo'g'imlar qetishga boshlaydi. 3 soatdan keyin hujayraning o'lishi badanning immunitet sistemasini uzil-kesil vayron qiladi. 3 oyda qilib qolgan bakteriyalar, talvalar ko'payishga boshlaydi hamda qilch tartmasdan badandagi har qaysi a'zolarni chiritadi. 6 soatdan keyin badandagi dog'lar asta-asta butun badanga tarqalib, bakteriya va mikroorganizmlarning to'xtamay g'ajalashi ostida badan uzluksiz yumshab chirishga boshlaydi. Bir kundan keyin ichki a'zolarning tadrijiy chirishiga ergishib, ko'p miqdorda puroq tarqaladi. Undan keyin siz jimjit holda badaningizning butunlay yo'qolishini kutasiz xolos. 3 oydan keyin bo'lsa bakteriya badaningizni butunlay chiritadi. Bu chaqda tandan ayrilgan tuk va so'ngakdan boshqa sizga munosabat barliq narsalar bu dunyodan butunlay yo'qoladi. Garchi biz uningga yuzlanishni xohlamasaqmi, lekin tabiatning qonuniga asoslanganda hamon bir kuni har birimiz bu olamdan tuyuqsizlik g'oyib bo'lamiz. Shunga hayotning oxirgi nuqtasi amaliyotda uncha muhim emas. Muhimi biz bu jarayondan huzurlanishimiz, o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlarni yaxshi qadrlashimiz kerak.